Men xato qildim. Sizlar takrorlamang. Fitnessga 73.800 vazn bilan, katta qorin bilan kirib keldim. Tez ozishim kerak, bir haftada natija ko'rsatishim kerak deb qistandim. Birdan o'zimni ochliqqa tashlaverdim. Hafta qiynaldim. Tartibsiz ovqatlanib yurgan organizmim ham o'zim ham stressdamiz. Hayotda sevuvchi, quvnoq ayoldan och va jahldor ayolga aylanib qoldim. Haftagacha vaznim qaytib minib yomon o'ynadi. Asabimdan o'ynadi. Aslida sog'lom ozish uchun qistan kerak ekan. Bir oyda 3 kilodan 7 kilogacha vazn tashlash bu norma ekan. Hamma ish boshida qiyin bo'ladi. Sabr qildim, trenerning aytganini qildim, harakatdan to'xtamadim. Keyin hammasi o'z yo'lina tushib ketdi. Ansat azvotirman, qiynalib o'tirganim yo'q. Energichniy, bodriy, kayfiyat hamisha 100, charchash yo'q. Shu kunlarda hamma narsa yebirpan, lekin vaqtinda, me'yorida. Mening kelgan vaqtimdagi o'lchovlarim 90-98. Hozirgi kundagisi 80-87. Tarazidagi 73.8im rovna 66 bo'pti. Bu mening 40 kundagi natijam. Har oynaga qaraganimda o'zimdan, qomatimdan zavqlanaman. Xushbichim, sarf-qomat, asosiysi sog'lom bo'lishni xohlasanglar, o'ylanib yurmasdan darrov keling sog'lomlashtirish markazimizga. Menga podpisatsiya etib qo'ysanglar, manzilimiz ham oylik to'lovimiz haqida, o'zim ham atrofimdagi qizlardagi o'zgarishlar haqida ko'rsatib boraman.